Siz bilasizmi, Otstoy kompaniyasi nafaqat avtomobil ovoz tizimlari va avtomobil aksessuarlarini ishlab chiqaradi. Shuningdek, bizning kompaniyamiz suv transporti, yaxtalar va boshqalar uchun ajoyib ovoz uskunalarini ham ishlab chiqaradi. Bugun bizning ko'rib chiqishimizda suv transportingizga o'rnatish uchun mo'ljallangan mana shunday chiroyli subwooferlar bor. Bir on 2 da. Ular faqat o'lchamlari bilan farqlanadi. 10 dyuymli va 12 dyuymli subwoofer. Xo'sh, kamroq so'zlar. Har biringizni salomlayman. Bu Achfi kanali va men uning boshlovchisi Staspas. Keling, bu ajoyib ko'rib chiqishni tomosha qilamiz. Bugun bizning ko'rib chiqishimizda qanday chiroyli yigitlar ko'zlarimizni quvontiradi. Va keling, odatdagidek an'anaga ko'ra qadoqlash, quti va ushbu subwooferlar bilan birga keladigan narsalardan boshlaymiz. Albatta, birinchi bo'lib bizni kutib oladigan narsa bu qutidagi subwoofer. Keyin bizda foydalanuvchi qo'llanmasi va albatta kafolat taloni mavjud. Keyin biz mana shunday yopishtiruvchi halqani ko'ramiz, uni siz yopishtirishingiz mumkin. Ushbu subwooferning orqa tomoniga shunda o'zichlash vazifasini bajaradi. Va to'plamda rigib yoritishni boshqarish uchun mana shunday pult mavjud. Ko'rib turganingizdek, ushbu subwooferda ikkala subwoofer ham rang va o'lchamdan qat'iy nazar ozda rigib yoritishni o'z ichiga oladi. Boshqaruv pulti va kontroller mavjud. Bu hammasini boshqaradi. Ko'rib turganingizdek, Mos-on va Mos-on ikki rangda taqdim etilgan. Onlik ham oq, ham qora bo'lishi mumkin. Bu holda on 2 ham oq va qora bo'lishi mumkin. Ushbu subwooferlarning korpusi mustahkam abs plastikdan tayyorlangan. U ham ultrabinafsha ta'siridan himoyalangan. Va u sizga juda uzoq vaqt xizmat qiladi. Ushbu subwooferlar IP44 standartidagi suvdan himoyaga ega. Ya'ni bu akustika qo'rqmaydi. Suv chayqalishi aslida u aynan shu maqsadda yaratilgan, ya'ni oddiy akustika, avtomobil yoki boshqa turdagi akustika mavjud bo'lolmaydigan joylarda ishlash uchun. Ushbu subwooferdagi ovoz bobini 2 qavatli bo'lib, uning diametri 2 dyuym. Ushbu sariqlarning qarshiligi 2+2 ohim. Shunday qilib, bu subwooferni 4 yoki 1 ohm qarshilikka ega bo'lgan kuchaytirgichingizga ulashingiz mumkin. Parallel yoki ketma-ket. Ushbu subwooferlarning diffuzori polipropilendan tayyorlangan bo'lib, bu unga yaxshi akustik ovoz va mustahkamlik qo'shadi. Bu esa ushbu konstruksiyada eng muhimdir. Ushbu subwooferning osma qismi rezinadan tayyorlangan bo'lib, u yuqori desibellarda katta yuklarni bardosh bera oladi. Ushbu subwooferning quvvati 300 volt va bu faqat nominal, cho'qqi esa butun 600. Shuningdek, ushbu subwooferda sizning akustik simlaringiz va ulanish uchun bosimli terminallar mavjudligini ta'kidlashni istardim. Uning apparatidan, birligidan va bu bosimli terminallardan shaybaga tikilgan kirish simlari bor. Va albatta ushbu subwooferlarda masofadan boshqariladigan o'rnatilgan rigib yoritgich borligini ta'kidlash kerak. Mana shunday pult orqali u to'plamda keladi. U bir nechta miltillash rejimlariga ega. Siz ularning har birini tanlashingiz mumkin. Tezlikni o'zgartirish, shunga mos ravishda bu miltillashlarni ko'paytirish, kamaytirish, shuningdek o'zingiz uchun mos fon yoritgichini tanlash, uning yorqinligini oshirish yoki minimal darajaga tushirish. Kimga qanday qulay bo'lsa, istalgan rangni tanlash mumkin. Sizning tayfingizga, kateringizga, yaxtangizga mos keladigan rangni tanlash mumkin, agar u sizda mavjud bo'lsa. Umuman olganda ajoyib. Haqiqatan ham suv transportingizda ajoyib ovoz chiqaradigan va umumiy ovoz manzarasini to'ldiradigan ajoyib subwooferlar. Agar sizda o'rta chastotali diapazon mavjud bo'lsa, u sizning dinamiklaringizni yuqori chastotalarni subwoofersiz ijro etsa, albatta hech bir audio tizim to'liq ovoz bera olmaydi va buning uchun bizda aynan shunday subwooferlar mavjud. Buyurtma bering, davom eting. Havola orqali foydalaning, ular mavjud bo'lgan paytda, chunki ular haqiqatan ham issiq piroglar kabi sotib olinmoqda. Hozirda suv
Transporti juda mashhur bo'lib qoldi va har bir kishi uni haqiqatan ham ajoyib ovoz bilan jihozlashga intilmoqda. Va bu borada albatta biz sizga yordam berishga tayyormiz. Xo'sh, bu har doimgidek X kanalidan edi. Yangi ovoz komponentlariga sharh. Bu holda bu dengiz texnikasi uchun subwoofer va biz siz bilan bir necha kun ichida ko'rishamiz. Kanalga obuna bo'ling, yangiliklarni kuzatib boring. Hammaga xayr.